erkakni roli katta. Men shuncha aytyapman. Erkak uyni ushlab turadigan ham erkak tushuntirish kerak, o'g'il tushuntirish kerak onaga. Bu yoqda endi onam ko'ngli uchun aytdim-da, seni yaxshi ko'raman-ku. O'g'il hurmat qilib tursa, ayolini qadrlab tursa, ona ham deb qaraydi. Ering suydi, eling suydi deb bekor aytishdi. To'g'ri. Keyin yana bitta narsa bor. Kelinni kopekka ilishmayaptimi uyda? O'sha o'g'ilda ham bir tiyinlik qadri yo'q o'sha uyda. O'g'ilda gapi ham nol, qadri ham nol. Uni bunday ko'rishadi bir. Sen nima bilarding, o'chir ovozingni, shunaqa narsa. Hurmati yo'q uyda. O'g'ilda qandaydir, o'g'lim keldi, o'g'il bunday zo'r bo'lib, bunday bir erkakligini ko'rsatib qo'yib, bir onaga ham o'g'il bo'lib, o'rni bo'ladi, gapi gap bo'ladi. Ana shu joyda kelinda ham hurmati bo'ladi.